Alqışlarımız bilan Mari Kerni qarshi alaylik. Yaxshimsizlar. Sizlarning bugun bu yerga kelganingizga ko'p rahmat aytaman. Sizlar men jon talishayotgan mezgilda meni tushundinglar. Men eg'liq kuch mashinasini yaxshi ko'raman, bakli qaltis. Men hargiz uni minamayman. Nemishqa? Chunki qo'zig'im uning qo'zig'imga qanday ta'sir paydo qilganligini sizmi bilasiz? Ham yerga qusuytiman. Bu ko'rish bulunqi munosabatlik tushundingizmi? Ishga kirgandan keyin hargiz his qilolmaysiz. Xuddi siz yetkalmay tamg'i mixlab qo'yilgandek yoqtirib qolasiz. Vay anam-ey, Marik bu maydondan chiqib ketdi. Bu kishini hayron qoldirdi. Men hammani badal qildim. Bu meni yiroqlashtirganda kunlarni bek azobli o'tkazaman. Men hammani badal qildim. Menga berdigan texnik kuchni qanday to'ringiz bor? Moshidan. Og'riq bo'lmasa, quyosh nurini yo'qitib qo'ygandek bo'laman. Bu to'g'ri emas. Bu bekli talvilik. Men nima qilayotganligimni bilaman. Mushundoq Shundoq bitam. bo'lsin. Nima ish bo'ldi? Kechirgin. Mendan kechirim so'rashing ojizsiz. Sizlarning izchil nazaringlardagi ashu jangchi ekanligimdan gumonlanayotganliginglarni bilaman. Hayotimdagi eng chong afsusligimning biri dal ashu savollarning javobi men emas. Va'da beramanki, o'rnini to'liqlab beraman. Marikni qaytadan musobaqa maydonida ko'rganim bak qaltis bo'ldi. Men faqat men yurgingizni keng ichishingizni umid qilaman. Qandoqli bo'lmasin, u hammani boshdan kechirdi. Men faqat menga yurgingizni keng aytishingizni umid qilaman. Odilchi. Hayotimdagi eng muhim kecha. Uni yiqdim, o'rningizda U meni yarlantirishdi. Meni qo'rsanglar. U yarlandirish Yerim kerak. bor. Uni yiqdim. Tayyorlandingmi? Mening tushundim. Meningcha shundoq. Makito, bu senmi? Qaytib kelaylik. Tayyorlig'ing bitdimi? Mana yaraysan, Makito. U qaytib ketdi. Qanday his qilyapsiz? Qaltis. Yana azroq kuchaymi? Bo'ladi. Yana azroq bilsam. Bekrakmi?